Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Islomjon va YouTube maktabi kanal. Do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda AI Asmar yo'nalishini birgalikda obzor qilamiz, ko'rib chiqamiz. Qanday qilib sun'iy intellekt yordamida tayyorlash mumkin va umuman pul sarflamasdan qanday qilib tayyorlash mumkin, hammasi haqida bugun ma'lumotga ega bo'lasizlar. Agarda kanalimizda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, obuna bo'ling, chunki bu kanalda siz uchun juda ham foydali ma'lumotlar chiqib boradi. Bundan buyog'iga nasib tez video chiqarishga harakat qilaman. Va yangi video chiqarganimda sizga tezroq yetib borish uchun обязательно like bosing, kanalga obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Va yana ham ko'proq ma'lumotlar olish uchun kommentariyadagi Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Demak do'stlar, boshladik. Biz YouTube ga kirib qidiruvga AI Asmar deydigan bo'lsak, mana shu yo'nalishdagi mana bunday shorts videolar kelib chiqadi. Va pastroqga tushadigan bo'lsak, mana bunaqa long formatdagi videolar kelib chiqadi. 55 minutlik video 1 oy avval chiqqan va 127 ming prosmotr olyapti. Agar videoni ko'radigan bo'lsak, hop, qo'ziqorincha bolacha shakldagi qoshiqda qo'ziqorin beryapti va yeyapti. Ovozlar Asmar. Hop, bu o'sha shirinlik. Mana. Hop, ananasga ananas beryapti. Hop, mana. Judayam ajoyib mana shunaqa videolar. Demak, AI Asmar deganda biz faqat mana shu bolacha shakldagi mevalarga meva yegizdirganini tushunmaymiz. Biz har qanday ovoz qatnashmagan, ya'ni gapirilmagan videolarni Asmar deyishimiz mumkin. Agar gapirsa ham bu pichirlab gapiradi. AI Asmarlarda odatda shunaqa. Endi qaranglar, bunda mana meva yegizdiryapti. Xo'p, bundachi? Bunda har xil shakldagi mevalarning ichidan hayvonchalar chiqyapti, mana ko'rib turibsizlar. Har xil narsalarning ichidan mana paxta qanti ichidan nima chiqdi? Quyoncha chiqdi. Mana jelemi bu. Mana buning ichidan mana kichkina jele shakldagi kuchuvcha chiqdi. Morojniy, mana morojniyning ichidan morojniy shakldagi mana mushukcha chiqyapti. Bu hammasi Asmar. Pastroqga tushamiz. Mana bunday spalniyda yotishi, spalniyga sakrab, har xil turdagi mana bunday shirinliklarni, shisha shakldagi shirinliklarni kesish. Mana bu mana kichkina shisha shakldagi tarvuzlarni yeyapti bu yerda. Bu yerda yana o'sha kichkina bolacha shakldagi jele yegizdiryapti. 1 oy avval 204 ming prosmotr. Mana bu joyda mana qulpinay. Bunda o'zi yeyapti ekan. Qaranglar, boshqa qoshiqda hech kim yegizdirayotgani yo'q, o'zi yeyapti. 8 soatda 1200 prosmotr. Bu yerda spalniga yugurib kelib sakrab, jele shakldagi chumala bosib yotgan spalniga kelib qiz sakrab yotib olyapti va mana ko'rishinglar mumkin. Jele 2 million 300 ming prosmotr 3 oyda. Pastroqga tushamiz mana. Xo'p, bu yerda mana mevachani yoryapti. Mevani yoradigan bo'lsa, ichidan o'sha mevani rangidagi hayvoncha chiqib kelyapti. 8 oyda 200 ming prosmotr. Bunda mana ayiqcha. Bunda mana zinadan chiqib ketyapti, qaranglar. Jele shakldagi zinadan chiqib ketyapti mana. 4 oyda 6 million 100 ming prosmotr. Bunda yana spalni, bunda mana klaviatura ko'rib turibsizlar. Bunda har xil shakldagi spalnilar mana qaranglar, noodatiy spalnilar, to'g'rimi? Bu tish shaklda edi. Mana keyingisini ham ko'ramiz. Bu mana fen shakldagi spalni. Xullas, bu yog'i ideyalaringga bog'liq. Qanchalik chiroyli, qiziqarli ideya qiladigan bo'lsangiz, shuncha o'zingizga zo'r. Choynak shakldagi spalni mana. Xo'p, bunda mevachalar prosta o'ynabdi 2 oyda 252 ming. Bu tabiiy video, bu tabiiy. Endi bunisi yana spalni 8 oyda 5 million 400 ming prosmotr. Bu ham mana AI Asmar. Xo'p, keyingisi qaranglar, mana dengizda mana klaviaturali dengiz suzadi. Bu ancha oldin chiqqan trend, to'g'ri. Mana klaviaturali dengiz. Bu ham AI Asmarga kiradi. Mana bunday basseyn, har xil mevali basseynga sakrash. Bu ham AI Asmarga kiradi. Xo'p, mana bu ham xuddi ana shu, har xil shakldagi dengiz. Shishali mevalar kesyapti. Bu ham AI Asmar. Mana bu klaviatura bosyapti, asal shakldagi klaviatura. Bu ham AI Asmar. Demak, shunaqa davom etaveradi bu AI Asmarlar. Mana vannaga yotib, kola quyib dam olyapti. Bu ham AI Asmar.
Demak, shunaqa shaklda davom etadi. Bular hammasi AI Asmar. Endi biz mana shunday videolarni qanday qilib tayyorlaymiz? Xo'p, tayyorlashni ham hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Hozir uje mana 5 minut vaqtimiz bizni obzori bilan o'tib ketdi. Biz AI Asmar kanaliga har qanday videolarni yuklashimiz mumkin. Ya'ni yuqorida ko'rib chiqqan har qanday turdagi videolarni yuklashimiz mumkin. Va buni hammasi bir bo'lib bitta AI Asmar kategoriyasiga to'g'ri keladi. Lekin kanal qaysidir bitta videoga nisbatan ko'proq asoslanish kerak. Deylik, biz bitta mamlaqa yegizdirgan, mana mevachaga, bolachaga meva yegizdirgan, keyingisi mevani ichidan mamlaqa hayvoncha chiqib kelgan, undan keyin mamlaqa spalni deyotgan, undan keyin bitta zinadan chiqqan, bitta misol uchun klaviaturani mamlaqa tishlagan yoki bosgan, undan keyin dengizda suzgan qilib qo'ymaymiz. Biz qaysidir bitta kanalga nima deydi? Qaysidir bittasiga ko'proq tayanishimiz kerak. Bu yerda qaranglar, 4 oyda 40 million prosmotr bo'lyapti. Ya'ni yo'q, bizning kanalimizda nisbatan ko'proq chiqadigan video mana spalni shakldagi video bo'lishi kerak, yoki dengiz ko'proq bo'lishi kerak, yoki mana mevalarga meva yegizdirgan shakldagi video nisbatan ko'proq bo'lishi kerak. Misol uchun 4 ta mana video yuklaysiz va bitta dengiz videosini yuklaysiz. Undan keyin 3 ta, 4 ta mana video yuklaysiz va bitta mana spalni shakldagi video yuklaysiz. Undan keyin yana bir 3 ta spalni video yuklaysizda, undan keyin mana o'ynagan video yuklab ko'rasiz. Ya'ni video bitta qolipda ketib qolmaydi. Ya'ni kanalga faqatgina spalni videolarni yuklamaysiz yoki mana zinadan chiqqan videolar yoki mana yegizdirgan videolar. Faqat shunaqa videolar yuklamaysiz. Kanalga aralashtirish mumkin. Mana shu AI Asmar videolarini hammasini aralashtirish mumkin. 2 oyda 60 million prosmotr. Melti Asmar degan kanal qaranglar. Aralashtirish mumkin, lekin qaysidir bitta personaj nisbatan ko'proq yuklanadi. Buni tushundingiz. Demak, hozir biz hamma shakldagi videolarni qanday tayyorlanishini ko'rib chiqamiz. Bu uchun bizga 3 tagina sun'iy intellekt kerak. Bulardan bittasi hozir. Bulardan biri reve.com sayti, reve.com sayti. reve.com saytiga kiradigan bo'lsangiz, mana tarifga kiradigan bo'lsangiz, siz bir oyga $20 reve.com saytini nisbatan ko'proq, 100x ga ko'proq rasm yaratib beradi sizga. reve.com sayti $20 va keyingi kerak bo'ladigan grok.com sayti. grok.com sayti $30 va обязательно mana shu $30ligini olinglar. Xo'p, subscriptionga kiradigan bo'lsak, chetdamida tarifi $30 ga grokka olasizlar, xo'p. Va Imagine'ga o'tamiz. Endi $30 plus $20 $50 bo'ldi va bittagina ChatGPT olamiz Go tarifidan $5. Demak, $55 ga to'g'ri kelyapti. Endi biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda, misol uchun birinchi yaratmoqchi bo'layotgan videolarim mana bu shaklda. Endi men shu joyga keldimda, kompyuterimdan Windows Shift S knopkasini bosdim va mana buni kesib olaman mana. Shu joyga olib kelib turib, ya'ni ekranni screenshot qilyapman. Windows Shift S knopkasini bosgan holda mana shu qismini screenshot qildim. Endi reve.com saytiga kiraman. Mana bu plusga bosaman va mana bu oynaga Ctrl V qiladigan bo'lsam, rasm tushdi, mana qaranglar. Rasm tushdi. Va rasmni ustiga mana tushgandan keyin bitta bosadigan bo'lsam, mana bu joyda objects mana rasmni detallarini chiqarib beradi. Rasmni mana shu rasmda qanaqa detallar ishlagan bo'lsa, detallarini chiqarib beradi va biz rasm detallari bilan ishlashimiz mumkin. Ya'ni mana bu personajni ozgina o'ngroqqa, chaproqqa surishimiz mumkin. Qoshiqni kattaroq, kichikroq qilishimiz mumkin yoki personajni kattaroq, kichikroq qilishimiz mumkin. Yoki o'rnini almashtirishimiz mumkin. Shunaqa qo'shimchalar qilsak bo'ladi. Yoki mana bu keraksiz detalni olib tashlasak bo'ladi. Mana shu joyga yozaydi, Go deb yozamiz. O deb yozib qo'yaman prosta. Xo'p. Farqi yo'q. reve.com saytini sotib olsanglar, примерно bir 500 ta kamida rasm tayyorlasa bo'ladi. Ustiga bosaman. Xo'p. To'g'ri yozing. Примерно 500 ta kamida menimcha rasm tayyorlasa bo'ladi. Grok bo'lsa $30 ga sizga. Men misol uchun bu Grok saytidan foydalanganda cheklov ko'rmadim. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Demak, Go dedim, buni ustiga bosaman. Detallar
hozir ochishga ulgurmayapti. Xo'p, qaranglar, ozgina o'zgartirdi. Уже bizda kulib turibdi qulpanay, ko'zlari yumilib ketibdi, lekin xira. Bunda mana qulpanay zorda paydo qildi. Endi bu yerda qaranglar, uzun. Bu yerda mana qulpanay plus ukachasi bilan. Kelinglar shuni yuklab olamiz. Yuklab oldim. Уже upgrade chiqib qoldi. Tarifni oling deyapti. Lekin mana bu rasm menga juda ham yoqdi. Ukachasi bilan tipa zo'r ideya. Men ko'rmagandim misol uchun shunaqa ideyani. Plus endi bu akkauntdan kiraman revey.com ga. Login через Google kirdim, plusni bosdim va bu joyga hozirgi yuklab olgan rasmni tashlayman. Qulpanayni tashladim. Rasmni maksimal tiniq sifatli 4K qilib ber. Yozmabman-ku. Xo'p. Rasmni maksimal tiniq sifatli 4K qilib ber. Va boshqa mevalar shaklida ham rasmlar tayyorlab ber deb aytaman. Va boshqa mevalar shaklida ham tayyorlab ber. Bunda tiniq chiqdi-ku mana rasm. Normalniy, chiroyli, misol menga juda ham yoqdi. Endi buni harakatlantiramiz. Hozirgi rasmni, mana bu rasmni tiniq qilib beradi. Plus boshqacha mevalar shaklidagi mevalarni ham tayyorlab beradi. Mana bu rasm tayyor. Yuklab olaman, yuklab olish va boshqa shakldagi mevalarni ham tayyorlab beradi hozir. Agarda sotib oladigan bo'lsanglar, afsuslanmaysizlar. Zo'r, maza qilib ishlatsa bo'ladi. Xo'p, wow, olma. Xuddi shu shaklda. Xo'p, yuklab olish. Mana limon yuklab olish, tarvuzcha yuklab olish, shaftoli yuklab olish. Mana hamma rasmlarni yuklab oldim. Endi men Grok saytiga o'taman. Grokka o'taman. Imagine deganga o'taman. Bu joyda videoda turibdi mana. Image'da turadigan bo'lsa, videoga o'tkazib olamiz. 720 formatni va 6 sekundlik. Bu joyda e'tibor beringlar, 2:3 ratioda turibdi. Buni 16 ga 9 ga qo'yib olamiz. Bu joyga plusni bosamiz, yuklashga bosaman va yuklab olishdan, zagruzkidan birinchi mana shu qulpanayni rasmini tashladim. Qoshiqdagi qulpanayni ikkala qulpanayga navbatdan tishlatadi. Bola shakldagi qulpanaylar qulpanay bo'lagini chaynab yeydi. Asmir ovozlar bo'lsin, gapirmasin, fon musiqasi bo'lmasin, faqat chaynash ovozlari bo'lsin. Kamera bir joyda qolsin. E'tibor beringlar, qoshiqdagi qulpanay ikkala qulpanayga navbatdan tishlatadi va bola shakldagi qulpanaylar qulpanay bo'lagini chaynab yeydi. Asmir ovozlar bo'lsin, gapirmasin, fon musiqasi bo'lmasin. Gapirmasin va fon musiqasi bo'lmasin degan joyini yozmasangiz, gapirib yuboradi yoki fonga musiqa qo'yib qo'yadi. Faqat chaynash ovozlari bo'lsin, kamera bir joyda qolsin, ya'ni yaqinlashmasin. Bo'ldi, yuboraman. Birinchisini уже yasashni boshladi. Endi Ctrl+, mana bu promptni ko'chirib oldim. Endi plus va endi keyingi rasm. Xo'p, keyingisi olma ekan. Ctrl+V qilaman. Plus bosaman, olmani
ustiga bosaman mana va buni promptga joylayman. Qoshiqdagi qulpnayni, endi qulpnay degan joyni olib tashlayman. Olmani ikkala olmaga qulpnay degan so'zni olmaga aylantirib chiqyapman. Olmalar olma bo'lagini chaynab yeydi. Asmir ovozlar bo'lsin, gapirmasin, full musiqa bo'lmasin va kamera bir joyda qolsin. Bo'ldi, yubordim. Plyusni bosaman, plyus. Keyingisi endi limon. Bunga ham butun qulpnay degan so'zni limon so'zga qulpnay so'zini limon so'zga almashtirib chiqaman. Xo'p, bo'ldi. Yuboryapman. Plyusni bosaman, plyus. Xo'p, keyingisi tarvuz. Endi qulpnay so'zini tarvuzga aylantiraman, to'g'rimi? Xo'p. Tarvuzga tarvuzlar tarvuzga bo'ladi. Tarvuz bilan yeydi, asmir ovozlar bo'lsin. Plyus. Yana plyusni bosaman, plyus va oxiri shaftoli mana. Yana endi qulpnay so'zini shaftoliga aylantirib chiqaman. Shaftoli. 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 Bo'ldi, yubordim. Endi hammasi yuborildi mana. Ko'ramiz endi bu joydan boshlab yasalish boshlanibdi. Bo'ladi, tishlamabdi. Men sizlarga tezda ko'rsatgim keldi. Yuklab olishni bosaman. Plyus. Keyingisi olma. Bo'ladi, ko'chirib oldim. Keyingisi limon. Bo'ladi. Keyingisi tarvuz. Bu normalniy o'sha bu. Xo'p, keyingisi oxirgisi. Bu ham zo'r. Qulpnay qolib ketib qolibdi, qoshiqda hech narsa qilmaydi. Prosta sizlarga tez yasab ko'rsatgim keldi. Videolar tayyor. Shoshmasanglar, sizlar Reve'da rasm yasadik-ku, mana bu rasmni Reve orqali yasadik. Mana shu Reve orqali yasayotganda rasmlari fonini o'zgartirishimiz mumkin edi. Biroz fon rangini o'zgartirishimiz mumkin edi. Lekin bu videolarni yasashda, rasmlarni yasashda orqa fonga ko'proq e'tibor beringlar. Shtop asosiy odamni e'tibori mana bu personajlarga qarasin. Odamni asosiy e'tibori mana personajlarga qarasin. Demak, biz hozir Grokda yasab olgan videolarimizni yuklab oldik va endi CapCut ilovasini ochamiz. CapCut ilovasini ochamiz. Yangi proyekt yaratamiz. Yangi proyekt yaratganimizdan keyin importga bosamiz. Bu yerda загрузки bo'limidan hozirgina yuklab olingan bir nechta videolarimizni tashlab olamiz buni. Va bunaqa ko'p video yasashingiz kerak, afsuski. Afsuski ko'p video yasashingiz kerak. Biz endi 30 sekundli video yasadik, xolos. 30 sekundgina shuncha harakat qilib video yasadik. Bo'ldi. Shunday birma-ketlikda ulaysizlar, lekin qaranglar, transformatsiya qilmasak bo'lmaydi biz. Transformatsiyani ham tushuntiraman. Bu uchun transformatsiya qilishimiz uchun обязательно tekst qo'shishimiz kerak bu yerga. Tekst qo'shsak, mana misol uchun inglizcha yozamiz endi. Shaftolini yeydi. Prosta men o'zbekcha yozing, sizlar inglizcha yozasizlar, to'g'rimi? Chunki sizlar inglizchani bilasizlar. Xo'p, demak mana shaftolini yeydi deyman.
Buni yozaman. Bu yerdan text stil tanlayman. Qanaqadir chiroyli text stil tanlayman. Buni kichikroq qilib, xalaqit bermaydigan qilib pastga yozaman. Text style buni xohlagan rangimni qo'yib qo'ysam bo'ladi mana bunday. Xohlagan text stilini qo'ysam bo'ladi. Va bunga animatsiya bo'limidan tekstga animatsiya beraman. Mana bunday chiqib kelish animatsiyasini beraman. Ozgina cho'zsam bo'ladi. Ya'ni video haqida ozgina tushuncha paydo bo'lishi boshlandi. Nima bo'layotgani. Perexod bo'limiga o'tamiz va perexod bo'limida mana bunaqa oddiy, ya'ni qaranglar mana. Sekin boshqa kadrga o'tib ketib qoladi. Shunaqa effektni tashlaymiz. Kadr bilan videoni o'rtasiga tashlaymiz va buni sekundini, ya'ni perexod sekundini 0.5 ga qo'yib qo'yamiz, shtob xalaqit bermasin videoga. Ko'rdingizmi? Kadrdan kadrga spokойно o'tib ketdi, sekin o'tib ketdi. Effekt bo'limiga kiramiz. Effekt bo'limida zoom degan effektlar bor. Ba'zi videolaringga kerak bo'ladi, qo'shib ketishimiz kerak. Agar imkon qiladigan bo'lsangiz, o'zingizni ovozingizni qo'shing. Mana shu joyda inglizcha biladigan bo'lsangiz, mana bu CapCutni mana bu joyda mikrofon degan joyi bor. Bossangiz, mana bu joyga bossangiz ovozingiz yozadi. Mana 3 2 1 shaftoli shaklidagi shaftolilar shaftolini yeyapti. Tarvuz shaklidagi tarvuzchalar tarvuz bo'lagini yeyapti. Limon shaklidagi limonchalar limon bo'lagini yeyapti. Va bu gaplarni hammasini inglizcha aytasiz siz. Siz inglizchani biladigan bo'lsangiz, inglizcha aytsangiz bo'ladi va ana shu kadrlar ovozingiz mana bu qismga yoziladi. Va siz videoga tushuncha berayotgan bo'lasiz. Video haqida, ya'ni tomoshabinlarga tushuncha berayotgan bo'lasiz va ertaga sizni живой ovozingiz qatnashgani uchun videoga отказ kelmaydi, ya'ni apellyatsiyaga tushmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi va har bitta videoingizni tabiiy shunaqa shaklda tayyorlashingiz mumkin. Bittalab. Va bunda kanalingiz anchagina xavfsiz bo'ladi, kelajagi bo'ladi, anchagina qo'rqmasangiz bo'ladi. Va ba'zi videolarda o'zingiz ham qatnashsangiz bo'ladi. Endi yana bitta turi bor. Bu demak o'zimiz yaratishimiz. Yana bitta turi bor. Bunisi hop, mana shunday videolarni 3 ta nuqta bosasiz, поделиться, копировать va silkasini oldik. Telegramga o'tdikda, izlaydi botga silkani tashladim. 1080 formatda videoni ko'chirib olaman. Mana ko'chirib oldim va buni to'g'ri men CapCutga import qildim. Mana ana shu 2 minut 16 sekundlik video mana. 2 minut 15 sekund. Endi buni qanday ishlatsak bo'ladi? Bunaqa videolardan ko'pgina yuklab olasiz. Ko'pgina video yuklab olasiz. Har xil kanallardan, har xil videolarni yuklab olasiz. Ko'plab videolarni yuklab olganingizdan keyin bu videolarni mana bunday qilib tashab chiqasiz hammasini. Men prosta sizlarga nima qilib ko'rsatsak, hozir nima deydi? Shunaqa shaklda ustma-ust tashab olasizda bu yerga. Misol tariqasida ko'rsatsak, videolaringiz bir-biridan uzun, qisqa, har xil shaklda bo'ladi-ku, to'g'rimi? Mana bunday bo'ladi, mana uzun, qisqa bo'ladi. Va endi siz buni kadrlarni har 6 sekundda mana bu videoni kadri almashadi. Endi siz bittalab kesib chiqishingiz shart emas. Mana bu joyga bitta bossangiz, разделение bo'ladi avtomatik. Kadrga bo'lib chiqadi videoni. Ko'rdingizmi? Kadrga bo'lib chiqyapti mana videoni. Avtomatik. Lekin bitta video ichida hammasi bolacha bo'lishi kerak. Bitta video ichida hammasi vanna bo'lishi kerak. Bitta video ichida hammasi spalniga sakragan bo'lishi kerak. Bitta video ichida hammasi dengizda suzgan bo'lishi kerak. Ya'ni bitta kanalga aralashtirishingiz mumkin, lekin bitta videoning ichida ana shu kadrlarni aralashtirmaysiz. Bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Betga bir 10 ta video tashlab olasiz va avtomatik hammasini kesib chiqqaningizdan keyin u kanaldan u bo'lagini, bu kanaldan bu bo'lagini, mana bunday shaklda mana. Bu kanaldan mana bu qismini, bu videodan deganim, kechirasizlar. Bu videodan mana bu qismini, yana qaysidir videodan mana bu qismini mana ozgina kesib olinganlarni terib, o'zingizni videoingizni yaratasiz mana bunday qilib, mana. O'zingizni videoingizni yaratasiz. O'zingiz videoingizni yaratganingizdan keyin oxirida mana bunday qilib turib olib tashlab, mana yuqoridagilarni orasiga mana bu joyga perexod qo'yasiz, aytganimdek, perexod qo'yasiz, tekst yozasiz, plus o'zingiz ozvuchka qilasiz, ovozlashtirasiz. Mana bu kadrni общий belgilab bittagina mana kattaroq qilib qo'ysangiz bo'ladi.
Ya'ni o'zingizni effektlaringizni qo'shib chiqasiz maksimal. Ya'ni mana filtr bo'limiga kirsangiz, mana yerda filtrda chiroyli svetnoy degan mana bunaqa effektlar bor. Buni tashlab chiqasiz, mana bunaqa effektlar berib chiqsangiz bo'ladi, ya'ni o'zgartirasiz. Lekin ovozingizni qo'shishingiz va kadrga o'zingiz qo'shilishingiz eng katta plyus. Shu shaklda video tayyorlaysiz, o'zingiz videongizni tayyorlaysiz, yuklaysiz YouTube'ga va monetizatsiyasi bor. Endi keyingi yana bitta videoni ko'rib chiqaylik. Misol uchun yugurib kelyapti, mana qizaloq spalniga yotyapti. Mana popkorn shaklidagi spalni. Buchi mana bunaqa spalni ekan, xo'p. Bu g'ish shaklidagi spalni ekan. Buchi mana bunaqa spalni bor ekan. Ozgina orqaroqqa qaytamiz. Xo'p. Endi bu mana ayiqcha gammeli spalni ekan. O'zimiz yasaymiz, demak spalnini. Windows Shift S va buni kopiya qilaman mana. Kopiya qilganimdan keyin yana ana shu reve.com sayti bor bizda. Bu yerga Ctrl-V tashladim. Endi menga hop kompyuter case'idan bo'lsin. Case shaklidagi spalni yasab ber. Kompyuter case shaklidagi spalni yasab ber. RGB ranglar va detallari bilan bo'lsin. 16x9 deb ko'raman. Qani menga yasab beram ekan. Kompyuter shaklidagi case. Ya'ni ideyani o'zlaring qilasizlar. Buni ham bittalab yasab chiqsak bo'ladi. Hozir tushuntiraman. Rasm yasab bersin-da bizga. Kompyuter case shaklidagi. Hozir miyamga hech narsa kelmadi. Yonimda kompyuter case bo'lganligi sababli birinchi miyamga kelgani kompyuter case shaklidagi spalni. Wow. Chiroyli, juda ham chiroyli. Qani bundan ham zo'rini yasab beram ekan. Kompyuter case'ini o'zini yasab beryapti bu yerda. Mana bu bo'limini chiroyli. Bu ham chiroyli mana bunaqa mana. Kompyuter case shaklidagi spalni. Yuklab olaman. Yasurasizlar, kaktus deysizmi, u boshqa narsa deysizmi, yasurasiz bemalol. Keyingi qiladigan ishimiz to'g'ri Grok saytiga o'taman, plyusni bosaman. Plus kompyuter case shaklidagi rasmni tashladim. Xo'p. Chap tomondan 20 yoshli qora sochli qiz qadam bosib kiradi va sakrab spalniga yotib oladi. Sakrab spalniga yotib oladi. Xo'p. Kamera bir joyda qolsin. Asmir ovoz tovushlar bilan gapirmasin. Fon musiqasi ham bo'lmasin. Fon musiqasi ham bo'lmasin, gapirmasin dedim. Qani ko'ramiz. Shunaqa shaklda ideyalarni o'zlaring qilaverasizlar. Qanaqa spalni xohlaysizlar? Nima shakldagi? O'sha aytganimdek, kaktus bo'ladimi, iPhone bo'ladimi, spalni bo'ladimi, lava bo'ladimi? Nimalar bor misol uchun? Baqlajon shaklidagi bo'ladimi, karam shakldagimi? Ideyani qilaverasiz bemalol. Agar ideya topa olmasangiz, mana shu videolarni ko'ring. Videolarning ichida chiqaveradi mana bunaqa ideyalar, har xil ideyalar chiqaveradi mana. O'sha ideyalarni ko'rib, bemalol yasasangiz bo'laveradi. Lekin bunda eng asosiy e'tibor qaratish kerak bo'lgan narsa bu preview. Ya'ni videoni YouTube'ga yuklanayotgan videoni rasmi juda ham masshtabli bo'lishi kerak. Mana. Bo'ldi mana. Video tayyor, yuklab olib, shunaqa videolarni tayyorlab bemalol yuklashingiz mumkin.
Demak do'stlar, menimcha video tushunarli bo'ldi. Agarda oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, oxirigacha ko'rdim deb kommentariyada yozib qo'ysangiz xursand bo'lgan bo'lardim. Va kelasi videolarda bizni kanalda qanday yo'nalishlarda yoki nima mavzularda video tayyorlashimni xohlasangiz, albatta bu haqida kommentariyaga yozib keting. Telegram kanalimga hali ham o'tmagan bo'lsangiz, albatta o'ting, obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Sog' salomat bo'linglar, izlanishda charchamanglar.